Oshxona yog'larini qay biri jigar uchun xavfli? Keling, bu to'g'risida bugun siz bilan batafsil gaplashamiz. Har kuni oshxonangizda ishlatiladigan yog' jigaringizga yordam ham, zarar ham berishi mumkin. Umuman olganda qaysi yog'lar xavfli, qaysilari foydali ekanligini bilib olamiz. Sizga xavfli yog'lar turini sanab o'tib ketadigan bo'lsam, birinchisi qayta isitilgan yog'. Ya'ni qayta qizdirilgan. Bir marta qovurishda ishlatilgan yog'ni qayta qizdirib ishlatish eng katta xato. Bunda zararli birikmalar, trans yog'lar va oksidlangan yog'lar hosil bo'ladi. Ular jigar hujayralarini shikastlaydi. Ikkinchisi margarin va qattiq o'simlik yog'lari. Sanoat usulida ishlangan margarin tarkibida trans yog'lar ko'p. Ular jigaringizda yallig'lanish holatlarini kuchaytiradi va yomon xolesterin holatlarini oshiradi. Zararli yog'larning uchinchisi bu palma yog'i. Palma yog'larini miqdoridan ko'p iste'mol qilish jigar uchun juda xavfli. Ko'pgina tayyor mahsulotlarda uchraydigan palma yog'lari keragidan ortiq iste'mol qilinsa, jigaringizda kuchli yog' to'planishiga olib kelishi mumkin. To'rtinchisi qayta ishlangan go'sht mahsulotlari yog'lari. Bularga kolbasa, sosiska tarkibidagi yashirin yog'lar jigarga ortiqcha yuk beradi. Endi sizlar bilan foydali yog'lar haqida gaplashamiz. Zaytun yog'i eng foydali yog'lardan biri hisoblanadi. Chunki tarkibida antioksidantlar juda ham ko'p va tanadagi yallig'lanishlarga juda ham yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Keyingisi avokado yog'i. Avokado yog'i jigar uchun foydali yog' kislotalariga boy. Yong'oq va zig'ir yog'lari omega 3 manbaiga ega bo'lib, jigar yallig'lanishini kamaytiradi. Oltin qoidani sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Qovurish o'rniga bug'da pishirish yoki dimlash usulini tanlang. Yog'ni hech qachon tutab chiqquncha qizdirmang. Bu eng zararli holatlardan biridir. Xulosa qilib, shuni aytadigan bo'lsam, yuqoridagi ma'lumotlar sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Siz jigarga qaysi yog'lar foydali ekanligini va qaysi yog'lar zararli ekanligini bilib oldingiz. Yuqoridagi ma'lumotlarga asoslangan holatda bugunoq uyingizdagi yog' shishasini tekshirib ko'ring. Sizda qaysi biri bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Agar sizga bergan ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni va bizga obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha